Sizlar bilan sehrdan saqlanish uchun aytiladigan zikrni o'rganamiz. Hozir aytib ham o'tdim suhbatning orasida. Bismillahillazi la yazurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Bismillahillazi la yazurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Payg'ambarimiz alayhissalom kim ushbu zikrni ertalab 3 marta, kech kirganda, ya'ni asrda ekanmi, shomda ekanmi, o'sha vazifalarimizni qilamiz-ku, o'sha vazifalarimizga qo'shib 3 marta aytsa, to'satdan keladigan balodan omonda qoladi dedilar.